Zekichenga telefon qil. O'rtog'iga deb uzoq ketsin. Bu yo'lga bir o'zing borsang seni sog' qo'yishmaydi. U mani eng yaqin og'aynim. U uchun o'lishga ham tayyorman. Hozir hissiyotga beriladigan payt emas, aql bilan o'ylash kerak. Shunaqa jim o'tiraveramizmi? Biz o'ylab o'tirgancha uni o'ldirsa-chi? Yo'q. Unaqa qilishmaydi. Ularga sabab emas, sen keraksan. Shu uchun bu yog'ini menga qo'y. O'zim hal qilaman. Bor suvga chiqib kel. Bor o'zing chiqib kel, men nima chiqib kelaman? Kichkinasini chiqib kel, bor. 1 yoshmi? Chiqmayman. Chiqib kel. Kezin so'ziki. Bo'l, davay. Dom, ziki. Bor, hayda. Mamon turuzli emas chiqing. Bor chiqib kelgin, maynavozchilik qilma. Yo'q, chiqmayman. Денежки, я очень их люблю. Они решают многое, за них я многое куплю. Любую брешь в кармане с помощью наличных залеплю. Hindistonni shahzodasi Sen bilan hozir gaplashsak bo'ladimi? Пришло время платить налоги, распрягаться нечем, что за ерунда. o'tirlaring. O'zimizdan Hindiston qalay ekan? Yomon ona. Shohruxxon salom aytib Qiynalmadingmi ovqatlari? Ovqatini gapirma. Baribir O'zbekistonning ovqatiga yetmaydi. Bu sani ish haqqing. Qoyil qassobni ham o'ldirib yubording. Ishimiz shu. Shu qo'yin bo'ldi. Xurshidni ishi nima bo'ldi? O'tirib. Ish. Jekichan qalay? Yuribdi. O'qib. Hech narsani qilamadimi? Yo'q. Ishonaver. Bu chizgan chizig'imdan chiqmaydi. Istasam oyog'ingni ostiga olib kelaman.